Malibular o'zimizda chiqmagan чисто amerikanskiy Malibular. Haqiqiy amerikanskiy Malibularni Reato, Chevrolet bu atrof. Ha, bu чисто Malibu. 2023 5-oy 38.000 mil yurgan $11.500. 11 kami ham bor buni. Kami ham bor. Qani turib bersa qara. Чисто amerikanskiy. Mana yana bitta Malibu. Oqida 2022 8.5 mil yurgan $8.500 kami bor. Dedetash 90 ming yurgan atrofdagi 22-yil 8.5 ming kami bor ekan. Bu yoqda Malibularning boshqa ranglari ham. Yo'q, ma'lum, Chevrolet'ni. ma'lum Cruze bo'ladi. Chevrolet Cruze. Ha, Chevrolet Cruze yangi vipiskasi $6.000 2018-yil. $6.000 spark puliga ekanda bu. Chevrolet Cruze. 2016 hozir aytganimizdek. Endi bu Mana Equinox bo'ladi. Equinox. Ha, Equinox 2021 36 ming yurgan $13.900. Chiqib aka bu narxlarni eshitib gap yo'q. Bu katta bozorlardan bittasi chiqib aka bunaqa. Katta bozorlarda, ya'ni o'rtacha, kompaktli, kichikrog'i bu. Eng katta bozorga borib kiradigan bo'lsa, yo'llar yuziga o'tishimiz kerak. Unga ham o'tamiz hali. Mana video nasib bo'lsa qo'yarmiz. Atak o'zimiz qiziqib o'tamiz. Mashina baribir ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Hali bular terilib turibdi bu yoqda.